Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum aziz dindoshlar, yurtdoshlar. Alloh taolo barchalarimizni kunlarimizni xayrli, barakotli qilsin. Shayton o'zini juda katta bir sovrisini suvni ustiga qurar ekan. Qurib barcha qo'l ostidagi jin shaytonlarni chaqirib so'rar ekan, sen bugun nima ish qilding? Men bir odamga aroq ichkizdim, mast bo'ldi, har xil kufr gaplarni gapirtirdim. Hech narsa ish qilmabsan. Sen nima qilding? Bir otani g'azabini keltirtirib bolasini oqqa yubordi. Hech narsa qilmabsan. Senchi, men bir erkak bilan bir ayolni zino qildirtirdim. Sen ham hech narsa qilmabsan. Shunday so'rab kelganda bir kichkinagina jin shayton indamay turgan ekan. Bir chekkada sen nima qilding deganda, men er xotinni o'rtasini buzdim. Farzandlari tirik yetim bo'ldi degan javobni aytganda, sen bugun eng katta ulkan ishni bajaribsan. Bir oilani barbod qilish bizni asosiy vazifalarimizdan bittasi bo'ladi. Bir odam aroq ichsa, keyin tavba qilsa, Xudo uni tavbasini qabul qiladi. Agar zino qilgan bo'lsa, tavba qilsa qabul qiladi. Ammo bir oila vayron bo'lib ketsa, buzilib ketsa, er bir tarafga, xotin bir tomonga ketsa, o'sha oilani buzganlar bizni sheriklarimiz bo'ladi deb shayton haligi oilani buzgan shaytonga juda katta o'zini minnatdorchiligini bildirgan ekan. Vaholanki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam muborak hadislarda aytadilarki, ikkita odamning o'rtasini buzgan bizlardan emas deganlar. Bo'lib ham er xotinning o'rtasini buzish juda og'ir gunoh. Shuning uchun ba'zan qayna-qaynatalar sabab bo'lib qolyapti. Ba'zan ota-onalar sabab bo'lib qolyapti. To'g'ri, ota-onani vakolati katta, lekin shariat belgilab qo'ygan chegaralar ham borligini har ikkala tomon, ota-ona ham, qayna-qaynata ham unutmasligi kerak bo'ladi. Qayna yo qaynata qizini tomonini olib, qaynatang, ering, qaynang bekorlarda aytibdi deb bersa, shaytonni yo'liga yurgan bo'ladi. Mana shu gap bilan qizni qalbi o'zgaradi. Aksincha, o'sha xonadonda kamol topgin bolam, boriga yo'g'iga qanoat qilgin, sabr qilgin deb nasihat qilsa, albatta farzand bu nasihatlarni qabul qiladi. Ba'zan kelinlar ham yengil tabiatli qilib, arzimagan narsaga oroz-guroz qilaveradigan bo'lsa, xonadonda erkak kishini aytgani bo'lmasa, gapi o'tmasa, u xonadon otvozor bo'lib ketadi. Shuning uchun ayniqsa e'tibor berilsa, hamma, masalan, ulug' zotlarni yo'liga qaraylik, Imom Buxoriy bo'ladimi, boshqa ulug' zotlar bo'ladimi, hammasini onasi tarbiya qilgan. Hatto payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni ham onalari tarbiya qilgan. Iso alayhissalomni ham onalari tarbiya qilgan. Demak, barcha ulug' zotlarning tarbiyachisi ona bo'lgan. Agar onani qalbi buzuq bo'lsa, onani qalbi oilada barqaror bo'lmasa, undan tarbiya topayotgan bolalar nima bo'ladi?
Endi ota ham o'z mas'uliyatini esdan chiqarmasligi kerak. Doimo farzandlar tarbiyasida, oila ta'minotida hushyor bo'lishligi maqsadga muvofiq bo'ladi. Alloh barcha oilalarni barkamol qilsin, sog'-omon qilsin.